London hayoti challenge'imni bugun 7-kunim. Bugun siz bilan ipodromga boramiz. Qani ketdik. Londondagi ipodrom bozoriga keldim desam ishonasizmi? O'zim ham hayron qoldim to'g'risi. Xursand bo'lib ketganimda nimalar olib tashladim bilmay qoldim. Xuddi ipodrom deysiz, yoyma kiyimlar, aksessuarlar, hatto bijuteriyalarni taxlanishi ham bir xil. Xohlagancha savdolashib sotib olsangiz bo'lar ekan. Rastalar ko'pligidan hammasiga aylanish uchun oyoqlarim dosh bermadi. O'zi bu yerga aslida gullarni ko'raman deb kelgandim. Kelsam, fillar menga ichkariga kirib ko'r, qiziqlari o'sha yerda deyishdi. Tezda vaqtni o'tkazmasdan kirsam, qator orasiga arzon ovqatlar sotadigan joydan chiqsam deng, istagan ovqatingizni topasiz. Hatto turkcha kebablar ham bor ekan. Oxiri yurib charchab olaman degan narsalarim esimdan chiqib, keraksiz narsalarni sotib olib uyga qaytdim. O'zingiz ayting, qaysi ayol bozorga borganda ro'yxatdagi narsalarni oladi? Ha, aytgancha, bu joy nomi qiziqmi? Qiziq bo'lsa kommentariyaga bir raqamini qoldiring, men sizga joy nomini beraman. Challenge'imni keyingi kuni qiziq bo'lsa menga obuna bo'ling va bu videoni Londondagi ipodrom bozorini ko'raman degan do'stingizga jo'natib qo'ying.